Ajdurtoshlar dasturimiz davom etmoqda va albatta o'ylaymizki, sahifalar ketma-ketligi va suhbatlar orqali siz bilmagan yangi ma'lumotlarni sizga taqdim eta olyapmiz degan umiddamiz. Dasturimizda esa kun mehmoni sahifasi bilan davom ettiramiz va bizda suhbatdoshimiz borlar. Ular bilan tanishtirib o'tsak, Urganch davlat pedagogika institutida faxriy professori Rahimbergan Soburov bo'ladilar. Xush kelibsiz ustoz. Assalomu alaykum. To'y xayrli bo'lsin. Xushvaqt bo'ling. Avvalo, qimmatli vaqtingizni aymasdan tashrif buyurganingizdan xursand bo'ldik. Aynan erta tongdan bugun sizni faoliyatingiz bilan yaqindan tanishishga harakat qilamiz. Qolaversa, bugungi kunda barchamizga ma'lum, ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Qaysi yo'nalishda qanday yutuqlarga erishishni niyat qilingan bo'lsa, hammasi uchun yetarli sharoitlar bor. Ayniqsa, talabalarimiz uchun bugungi kunda sizni ta'lim dargohingiz misolida mana shularni ko'rib chiqamiz degan umiddamiz. Umumiy ma'lumot berib o'tsangiz bugun ta'lim dargohi haqida. Darhaqiqat mamlakatimizda bugungi kunda yoshlarni ta'lim olishi uchun, bilim olishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Pedagogik kadrlarni tayyorlashga juda katta e'tibor qaratilyapti. Shundan kelib chiqqan holda mana O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan Urganch davlat pedagogika instituti tashkil topgan. Bu institutimiz viloyatimizni hisobidan oladigan bo'lsak, eng yosh institutlardan hisoblanadi. Oliygoh 4 yil bo'lgan tashkil topganiga. Bugungi kunda institutimizda 5 ta fakultet, 15 ta kafedrada 3 ta ta'lim yo'nalishda, ya'ni kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim bo'yicha 8 mingga yaqin talaba bugun ta'lim olyapti. Institutimizda barcha sharoitlar yaratilgan. Talabalarni o'qishi uchun, o'z ustida ishlashi uchun, o'zini qiziqishlari bo'yicha to'garaklarda shug'ullanish uchun hamma sharoitlar bor. Masalan, ular yutuqlarni oladigan bo'lsak ham, salmoqli yutuqlarga erishibdilar. Mana kuni kecha boks bo'yicha respublika musobaqasida bir talabamiz chempion bo'ldilar. Keyin voleybol, qo'l to'pi bo'yicha ham jamoalarimiz yaxshi yutuqlarga erishyapti. Talabalarimiz mana O'zbekistonda ta'sis etilgan stipendiyalarni olishyapti. Bularni hammasi olishyapti. Shu bu yutuqlar deb hisoblaymiz buni. Bugungi kunda mana ta'lim tarbiya jarayonini yanada yaxshilash, talabalarimizga, o'qituvchilarimizga, professor o'qituvchilarimizga sharoit yaratish bo'yicha ham institutimizda rahbariyat tomonidan juda ko'p ishlar qilyapti. Oddiy misolni oladigan bo'lsak, mana hozirgi kunda jadal suratlarda institutimizning yangi bosh binosi qurilishi ketyapti. Quruvchilarimiz bilan suhbatlashsak, ular shu yangi o'quv yiliga, ya'ni 2026-2027 o'quv yiliga yangi binoni foydalanishga topshiramiz degan va'dalarni beryaptilar. Bu ham oladigan bo'lsak, shu ta'lim tarbiya jarayonini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Juda ham yaxshi. Baribir bilamizki, 3 yillik yoki 5 yillik, 10 yillik rejalar, maqsadlar tuzilgan bo'ladi. Aynan mana shu 4 yil bo'ldi oliy ta'lim muassasasining ochilganiga deyapsiz, o'z ish faoliyatini boshlaganiga. O'ylaymizki, siz kutgan natijalar va albatta rejalar hammasi amalga oshmoqda. Ta'lim jarayoniga keladigan bo'lsak, ta'lim bu to'xtovsiz jarayondir. Beshikdan to qabrgacha ilm izladigan jumlalar bejizga aytilmagan. Ayniqsa bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda sizdek professor o'qituvchilarning zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklangan va albatta yosh talabalar, aynan bo'lg'usi pedagoglar desak adashmagan bo'lamiz. Bu vazifani qanday bajarishmoqda? Ularga yaratilgan sharoitlardan keng ko'lamda foydalanishmoqdami? Shularga to'xtalib o'tsangiz. Mana shu amaliyot jarayonlarini ham birgalikda olib borishlariga guvoh bo'lyapmiz-da. Menimcha bu katta samara beradi, to'g'rimi, ta'lim jarayonida? 4+2 tizimida talabalarimiz, ya'ni 4 kun institutda ta'lim oladigan bo'lsa, 2 kun maktabga borib amaliyot o'tayaptilar. Katta samara beryapti. Sabab talaba o'qish jarayoni bilan ish jarayonini birga olib boryapti. Hozir institutimizda mana shu amaliyot bilan o'qishni birlashtirish, uni hamohang qilish maqsadida bizni akademik litseyimiz bor. Shu akademik litsey hududida bitta maktab va bitta maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi bo'yicha ham ishlar olib boryapti. Bu yerda ya'ni ta'lim klaster tashkil qilinadi. Talaba shu
ta'lim jarayonida ajralmagan tarzda bemalol shu o'zimizni hududimizda tashkil qilingan maktabga borib jarayonni ko'rishi mumkin, o'zini tajribasini orttirishi mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasasiga borib, bu yerda ham o'zini tajribasini orttirishi mumkin bo'ladi. Endi bu jarayon mana hozir yuqorida aytib o'tdingiz, katta mas'uliyat yuklaydi zimmamizga. Sabab O'zbekistonning kelajagi yoshlar qo'lida deb bezizga aytilmagan. Sababi bugun biz qanday o'qituvchilarni tayyorlasak, pedagoglarni tayyorlasak, kelgusi avlodni tarbiyasiga juda katta ta'sir qiladi. Agar bugun savodli, bilimli, ishga chanqoq yoshlarni biz pedagoglarni tarbiyalab yetkazadigan bo'lsak, ertaga ular tarbiyalaydigan o'quvchilar ham yaxshi natijalar kutishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri. Juda ham to'g'ri fikrlarni aytdingiz. Siz hozir birdaniga ikkita yoki uchta avlodni birdaniga tarbiyalamoqdasiz. Xuddi shunday. Agar to'g'ridan-to'g'ri nazar soladigan bo'lsak. Xuddi shunday. Mana hozir ta'lim jarayonida yuqorida aytib o'tganimizdek 4+2 tizimida bugun ishlarimiz yo'lga qo'yilgan. Shu talabalar bilan maktabga borib, shu maktabdagi o'quvchilar bilan tanishib, ularni bilimlarini ko'radigan bo'lsak, maktablarda ham bugungi kunda juda ta'limga, bilimga bo'lgan ishlar jadal ketmoqda. Ko'p bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Ta'lim jarayoni, ta'lim-tarbiya jarayoni shiddat bilan ketyapti olg'a. Bugun mana talabalarimiz, o'quvchilarimiz qarang, xalqaro sertifikatlarni olyaptilar. Bu hammasi ta'lim jarayoni viloyatimizda, respublikamizda bo'lgani kabi taraqqiyot topayotgandan bir dalil deb hisoblayman. Ularga mana shu yaratilgan imkoniyatlardan unli foydalanishga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ustoz pedagoglar bo'ladi. Qaysidir ma'noda baribir qarshi ikki qo'ldan chiqadi deyshadi-ku, o'quvchilar ham, pedagoglar ham tobora o'sha bilimlarini oshirishsa, tajribalarni oshirib borishsa, ta'lim jarayonlari yana ham chuqurroq o'rgatilishiga va yaxshi samara berishiga sabab bo'ladi-da. Endi mana shu oliy ta'lim dargohlari qolaversa, maktablarda ham, maktabgacha ta'lim dargohlarida ham bilamiz, xalqaro aloqalar yo'lga qo'yilyapti bugungi kunda va aynan mana shularni samarasi ham bilim almashish, tajriba almashish yo'llari orqali ta'lim jarayoni yana ham sifatli bo'lishiga sabab bo'ladi, to'g'rimi? Sizlarda qanday bo'lyapti xalqaro aloqalar? Bu xalqaro aloqalar juda to'g'ri aytdingiz. O'zi hayotni oladigan bo'lsangiz, bir qozonda bir qolipda qolib ketmaslik kerak-da. Tashqariga chiqib qanday bo'lyapti masalan. Shu uzoqqa bormaylik, hali Urganch davlat pedagogika institutidan Urganch davlat universitetiga borib o'rganadigan bo'lsak ham o'zimizga oladigan tajribamiz bor. Yoki bo'ladigan bo'lsa mana bugun Buxoroga yoki Samarqandga yoki Toshkentga borib o'rganadigan bo'lsak ham oladigan narsamiz bor. Shu jarayonlarni yanada rivojlantirish maqsadida mana institutimiz rahbariyati tomonidan xalqaro aloqalarni mustahkamlashga juda katta e'tibor qilyapti. Bugungi kunda o'qituvchilarni almashish, ya'ni chetdan kelib hamkorlarimiz tomonidan kelib bizda o'quv jarayonida talabalarimizga darslar o'tish, bilim berish va bizning o'qituvchilarimiz chetga borib, bu yerdagi talabalarga bilim berish masalasi ham bugun yo'lga qo'yilyapti. Institutimizni oladigan bo'lsak, bugungi kunda mana institutimizga kelib Hindistondan, Rossiyadan, keyin dunyoning boshqa mamlakatlaridan kelib bugun bizga dars o'tyaptilar talabalarimiz bilan. Bemalol muloqotda qilyaptilar. Masalan, shu Hindistondan kelgan o'qituvchilarimiz bular ingliz tilida dars o'tadi. Talabalarimiz bular bilan bugun bemalol ingliz tilida gaplasha olyaptilar. Rossiyadan kelganlarimiz mana bugun rus tilida dars o'tyapti. Talabalarimiz bular bilan bemalol ishlayaptilar. Agar bizning xalqaro aloqalarimizni yanada bir mustahkamlash bo'yicha qilayotgan ishlarni oladigan bo'lsak, bugungi kunda Rossiyani universitetlari bilan Sankt-Peterburg, mana Glazov nomidagi Sankt-Peterburg pedagogika universitetining rahbariyati yaqinda bizning institutimizda bo'ldi. O'zaro hamkorlik bo'yicha memorandumlar imzolanib, ular bilan ishlab ketyapti. Hozir shu hamkorlikdagi loyihalar asosida ta'lim jarayonini yo'lga qo'yish, o'qishga qabul qilish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ishlarimiz davom qilyapti. Mana institutimizni rahbariyat tomonidan bugun Malayziya, Indoneziya, Tailand
Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Ispaniya davlatlari bilan, oliygohlari bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish, ular bilan o'zaro hamkorlik qilish bo'yicha ham ishlarimiz davom qilyapti. Mana Turkiya bilan bizda bugungi kunda juda bir yaxshi aloqalarimiz oliygohlari bilan yo'lga qo'yilgan. Bunday misollarni ko'proq keltirishimiz mumkin. Buni tagida yuqorida aytganimizdek katta zamin yotibdi. O'rganamiz. Institutimizga investitsiyalar kelyapti. Ular qiziqyapti. Bizi institutimiz yuqorida aytganda hali yangi institut bo'lgandan keyin uni taraqqiyot rejalari ishlab chiqilgan. Haqiqatda bugungi kunda talabalarimizga, o'qituvchi professorlarimizga sharoit yaratish, ta'lim olish, ilm bilan shug'ullanish uchun sharoitni yaratish bo'yicha rahbariyat tomonidan juda katta ishlar qilyapti. Ajoyib, baribir mana shu tahsinga loyiq so'zlar bo'ldi, chunki bizning oliy ta'lim muassasalarimiz, oliy o'quv ta'lim yurtlari aynan chet el davlatlari, rivojlangan davlatlar bilan bir qatorda va albatta ta'lim uslublari, ta'lim berish jarayonlari deyarli bir xil ekanligi juda quvonarli holat deya ayta olamiz. Va albatta mana shunday sizga o'xshagan faxriy professor pedagoglarimizdan ta'lim oladigan talabalarimiz, o'quvchilarimiz aynan sizga o'xshagan o'z ishining mutaxassisi bo'ladi degan umiddamiz. Vaqtingizni ayamasdan studiyamizda dasturimizda ishtirok etayotganingizdan sizga minnatdorchiliklarimizni bildirib o'tamiz. Rahmat. Salomat bo'ling, faoliyatda omad tilaymiz. Kelajakda bundanda yaxshi yutuqlar bilan yana studiyada sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz. Albatta. Salomat bo'ling.